Rossiyadan O'zbekistonga pul o'tkazmalari, shuningdek Kirgiziston, Tojikiston, Ozarbayjon va Turkiyaga tez va qulay. Yaqinlaringiz Mir Privilegiy ilovasi orqali so'mda kartalarga yoki ofislarda naqd pul ko'rinishida qabul qilishi mumkin. Komissiyasiz, qulay kurs har qanday bank kartasidan o'tkazma qilish mumkin. 2024 promokodini ishlating va yanada ko'proq foyda oling. Mir Privilegiy banki. Eng yaxshisi faqat siz uchun. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan har doimda Behzod Mamajonov, siz Asr vaqti YouTube kanalini tomosha qilmoqdasiz. Bugungi videorolikda biz aeroport Vnukovada bo'layotgan holatlarni, biznes aktivitlar bilan nima bo'libdi, hammasini ko'rsatamiz hamda reyslar to'g'risida ma'lumot bermoqchimiz. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'lishingni so'rab qolardik. Oxirgi vaqtda juda ko'pchiliklar reyslarga tushibdi O'zbekiston, Tojikiston fuqarosi. O'zbekiston, Tojikiston fuqarosi reyslarga tushgan bo'lsa, pulga oshtirib ko'rmanglar, hammasi aldaydi. Siz kimgadir 40 ming, 50 ming pul berasiz, sizni reysdan ochib berish maqsadida. U odamni tanimaysiz, ko'rmaysiz, bilmagansiz. Ochib beraman deb katta va'dani berib pulni oladi va yo'q bo'lib qoladi. Ochib bera olmagandan keyin siz qayerga murojaat qilishni bilmaysiz. Oxirgi vaqtda, ya'niki 10-sentyabrdan buyog'iga reyslar tushganlarning 97% deport va dvorina bo'libdi. Va bundan tashqari qolganlari esa dokumentda xato bo'lib, по ошибке tushgan bo'lsa, MVD по вопросу migratsiya o'ziga yaqin bo'lgan hududga обращаться qilsa, shu yerdan chiqarib yuboradi. Lekin u yerda ochlar juda ham ko'p по запису. 2 kunlab, 3 kunlab turishib, ya'niki ochlatga turib zapis qilishib, keyin ochtirishmoqda. Shunda ham hammaniki ochilib ketmaydi. Ba'zi bir insonlarniki o'sha dokumentda xatosi bor, ularnikini ochsa bo'ladi. Lekin ikkita taraf qilgan yoki qanaqadir qonunni buzganlar hech qachon ocha olmaydi va pulga ochib beraman deb O'zbekiston, Tojikiston fuqarosini aytishyaptim, ular ochib bera olmaydi. Qirg'iziston fuqarosini pulga ochishyapti, lekin bu ham fakt emas. Ogoh bo'linglar. Ushbu videoni tarqatib qo'yinglar. Biz hozir aeroport Vnukovadan kerakli bo'lgan ma'lumotlarni, biznes dokumentlar qanaqa ketyapti, hammasini ko'rsatib beramiz. Va do'stlar, sizga bilet kerakmi, avia bilet kerakmi, bemalol telefon qilib, ekranda nomerlardan foydalanishingiz mumkin. Sizga avia bilet olishingizda beminnat xizmat qiladigan aka-ukalarimiz bor. Telefon qilishingiz mumkin va chegaraga chiqmoqchi bo'lsalaring, ekranga nomer qoldirdim, bemalol foydalanib chegaraga chiqsalaring bo'ladi. Moskva va oblastdan Grensiyaga chiqmoqchi bo'lsalaring, Orifjon akaga murojaat qila olasizlar. Mana komfort mashinalar, odamlar jo'nab ketishyapti. Sizlar ham sog'-salomat xudo qolsa borib kelasizlar. Ekranda nomerlarga bemalol telefon qilishingiz mumkin. Bugun mana aeroportda bo'ladigan holatlardan bittasi. Mana ko'rib turibsizlar, tog'alarimiz aeroport Vnukovaga kirishda A7 stoykani to'g'risida mana shu archani bu tomonda turishibdi. Endi bezakimit keladiganlarga har doimda biz aytamizki, -1 dan mana shu tomondan kiringlar. Ya'niki taksi bilan kelsalar mana masalan A11 ga tushasiz, to'g'rida A11 mana 10-11. Ichkariga qarab kirasiz. Ichkariga kirganingizda bu yerda salgina pastroq bo'ladi proverka. Chim +1 yoki +2 ga qaraganda. Shuni hisobiga ehtiyot bo'lasizlar do'stlar. Hozir ichkariga kirish ko'rsatamiz. Ichkarida nima holatlar bo'lyapti? Bir tomon sizlarga tushuntirib o'tamiz. Mana aeroportga kirib kelish do'stlar. Hozircha ko'ryapmizki, mana hamma joy tinch. Hech qanaqa proverka yo'q, -1 da. Har doim aytamizki, -1 dan kiringlar deb. Hozir ko'ramizki, qani bu yerda nima holat bo'lyapti. Do'stlar, mana hozir odamlar o'tib kelyapti, ko'ryapsizlar. Bitta shu tog'alar, lekin ayol kishi turibdi. Hech kim proverka qilgan yo'q. Radi shu bezopasnost turibdi menimcha. Bu mana bu yoqda birinchi liftdan emas. Salgina bir tomon kelsak, mana shu yerda ikkinchi lift bor. Shu yerdan chiqamiz. Mana lift chaqirib oldik, endi lift bilan to'g'ri tepaga chiqamiz. Liftga minganlaringda do'stlar, men o'zim ikkinchi 3 marta minishim, mana 2 ni bosdik, 2 ga chiqamiz. Liftdan mana hozir chiqamiz. Nima holat bo'lmoqda? Ochildi sim. Ochildi sim. Wow. Mana do'stlar, bu ikkinchi etaj bo'layotgan holat. Mana tog'amiz bitta odamni dokumentini so'ramoqda. O'zlaring ko'rib turibsizlar mana. Tak. O yonda yana bu nimani orqasida yana turibdi. Shuning uchun har doim aytaman, pastdan kelinglar deb. Mana bu yerda ko'rishimiz mumkinki, ya'niki stoykada registratsiya qayerdan bo'lyapti? Hammasi shu yerda bor. Ba'zi birlar aytadiki, mana bu yoqda registratsiya ko'radigan joy bor.
ya'ni tablo shu yerda bor, shu yerdan ko'raman deydi. To'g'ri, u yoqda ham bor. Lekin mana shu tablo bilan o'sha yerdagi tablo ikkalasi bir xil, hech qanaqa farq qilmaydi do'stlar. O'zbekiston havo yo'llari mana shu lift oldida, ya'niki 51-60 stoykada bo'lib o'tadi. Biz bugun ozgina kechroq keldik. Registratsiya bo'layotibdi. Nabrot barvaqt kelgandan ozgina o'tkazib kelgan miymat yaxshi. Hech qanaqa odam ko'p, talpa yoki bir narsa bo'lmaydi. Mana ko'rishingiz mumkin. Hozir Toshkent HE614 reys registratsiya boshlangan. Уже oxiriga yetgan desak ham bo'ladi. Va old tomonda Urganch. Vnukovo Urganch registratsiya ketyapti. Odamlar pashti qolmagan desak ham bo'ladi. Mana shu tablodan o'tib, registratsiyadan o'tib bagaj topshirgandan keyin qarab yurish kerak. Mana bu yoqda 8:17 bu внутренний reys, bu yoqqa kirish kerak emas. 18:31 yozib qo'ygan bo'ladi. Mana 18:31 qarab yura olamiz. Mana shu yerdan kirib ketamiz ichkariga. Shu yerga yetdingizmi, sizni hech kim tekshirmaydi. Va hozir shu bizni aytganlarimiz qilib kelsangiz, hech qanaqa problem bo'lmaydi. Mana shu 18:31 dan kirib ketamiz. 71-80 Yutari stoykasi mana shu yerdan kelib, kim bilet olgan bo'lsa, mana shu yerdan registratsiyadan o'tibdi, ko'rishlaring mumkin. Bu yerda ham holat ancha yaxshi. Faqat shu kirish, har doimda aytaman, mana shu kirishda kamgina preverkalar bor do'stlar. Balkim kameraga ko'rinyapti, balkim yo'q. Mana shu yerda turib preverka qilishyapti. Bo'lsa mana hozir shu yerda turimizda, mana shu akala qo'lga berilgan passaj talonda adashyapti. Ya'niki 24S yoki A shunaqa yozilgan. Mana shu yerdan 24 qidirishyapti. Unaqa emas, mana. 18:31 mana shu yerdan kiriladi. 18:31 dan kiriladi. Dalsha o'sha 24S bo'lgan bo'lsa, 24S bu o'tiradigan Sedina nomeri. Xuddi shu yerga kelib kirib ketishlari mumkin bo'ladi. Videoni tarqatib qo'yinglar. Mana jigarlar. Ko'rib turibsizlar mana. Qarab turishdi. Bu yoqda ham bor. Bitta ishlab, sekin reka qilyapti. Dokument yo'qlar, har doim aytamiz, pastdan, ya'niki -1dan kiringlar deb. Do'stlar, mana shu balani pastdan turib ko'rsatdim sizlarga mana. Shtraf to'lab o'tdi-da. Imni Pobedaga, Uralga bilet olayotgan do'stlar, yaxshilab o'ylab bilet olinglar. Chunki har bitta ruchnoy bo'ladimi, bagaj bo'ladimi, siz mana shu shayton arava kalibratoriga solishingiz kerak bo'ladi va обязательно hammasi yaxshi bo'lsa, rasmga olib qo'yinglar, chunki aeroport Domodedovoda yana bir marta aytib o'taman. Mana shunisidan problema bo'lib o'tdi. Примерно 2 hafta oldin. Videolar sizlarga foydali bo'layotgan bo'lsa, like, foydasi bo'lmaydigan bo'lsa, komment qoldirib, o'z fikringizni bildiring. Mana bugun videorolik o'z nihoyasiga yetdi do'stlar. Like bosib tarqatib qo'yinglar. Aeroportdan kelib video chiqardik. Eng yaxshi aeroport bu Sheremetyevo. Bugungi holatda Vnukovo ham normalniy edi. Kommentariy yozib qoldiring. Qaysi aeroportdan siz video ko'rmoqchisiz?